Assalomu alaykum yurtdoshlar. Biz ishimizni boshladik. Bugungi videomizda mana boshidan mahsulotimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Tarkibida gips bo'ladi, sement bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz ushbu penans qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. Bu quygan mahsulotimiz yorilmaydi, uqalanmaydi, hasharotni ham o'ziga yaqinlashtirmaydi. Hozir mana bir qator ishlab quyib ham ko'rsatib beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, kerakli joyga 3 metr, 4 metr joyga doskani qo'yib to'sib olganmizda, boshida qo'yroq qilib buni bir qator yamab olgandan keyin suyuq holatda o'zini holatida ustimizdan quyib borib, razmerini chiqarib boraveramiz. Bu joyimizga ham hozir 10 sm qilib quyib beradigan bo'lganmiz. Mana hozir mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Quyilish jarayoni. Boshida shuni suyuq holatda quyiladi. Bu quyilgandan so'ng uzog'i 10 minut ichida qatiyda ustida bemalol yursiz bo'laveradi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga 1,5 oy, 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bemalol 4 metr joyga o'zi oqib borib, past joy bo'lsa daji to'lib, aytib o'tganimizga razmeri ham, urvini ham shunda chiqaveradi. Bu penalombozni asosan loy suvoqlarni o'rniga quyapmiz yoki bo'lmasa eski bosilgan lomboz loy suvoqlar ustiga quyib beraveramiz. Effekt zo'r bilinadi. Faqat bizga vassali shlipkalar yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa bo'ldi. Hozir mana bu obyektimizni ham quyib tugatib oldik. O'zlaring videoda ko'rib baho beraverasizlar. Yaxshi zo'r holatda chiqdi. Mana oyoq izlari ham chiqish yo'q, borilish yo'q, ustida bemalol yurilibdi, ko'rib turganlaringdek. Xullas yaxshi zo'r holatda chiqdi. Kerakli joylarga dimoxodlarni ham qo'yib, havo aylanib turish uchun vassali to'siqlar chiqib bormaslik uchun ikkitadan 3 tadan qilib dimoxodlarni ham qo'yib boryapmiz. Ishimizga 100% javob beramiz, kafolati bilan chiroyli qilib quyib beramiz. Bizning manzil Farg'ona, xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Bemalol murojaat qilaverasizlar.